Xayrli kun. Bugun yurak kasalliklarining kelib chiqish sabablarini o'rganamiz. Ma'lumki, yurak kasalliklari o'limga olib keluvchi kasalliklarning ichida birinchi o'rinda turadi. Mening ismim Berdiqul To'rayev, kardioxirurgman. YouTube, Instagram, Facebook, Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimga obuna bo'lishni unutmang. Yurak kasalliklariga olib keluvchi xavf omillari bor. Ba'zi bir xavf omillariga afsuski bizlar ta'sir ko'rsata olmaymiz. Masalan, naslingizda erkak kishilar 55 yoshdan katta bo'lgan insonlarda yoki ayollarda 65 yoshdan katta bo'lgan insonlarda yurak kasalliklari uchragan bo'lsa, ayniqsa ota tarafda, unda siz naslingizda yurak kasalligi bor deb hisoblasangiz bo'ladi. Yosh 45 yoshdan katta bo'lgan insonlar xavf omiliga kiradi va jins ko'proq erkak insonlar yurak kasallikka chalinishga moyilroq. O'rtoqlar, butun dunyoda rivojlangan davlatlarda yurak kasalliklarining kelib chiqish sabablari bo'yicha, xavf omillarini o'rganish bo'yicha katta tadqiqotlar o'tkazilgan. Ushbu tadqiqotlarda millionlab kishilar jalb etilgan. Sarflangan xarajatlar-ku millionlab, milliardlab dollarni tashkil etadi. Buni boisi bor, chunki o'limni asosiy qismini yuqorida aytib o'tganimdek yurak kasalliklari tashkil qiladi. Ishonasizlarmi? Tadqiqotlar natijasida yurak kasalliklariga olib keluvchi xavf omillari ichida bizlar ta'sir qila oladigan va bizlarni nosog'lom turmush tarzi orqali kelib chiqadigan xavf omillari oqibatida 50% yurak kasalliklari kelib chiqar ekan. Va dunyodagi 20% o'lim holatlari aynan o'sha xavf omillariga bog'liq ekan. Hozir sizlarga ushbu xavf omillarini sanab o'taman. Birinchisi, yuqori tana massa indeksi. Buni formulasini hozir ko'rsataman. 30 dan baland bo'lsa, siz xavf guruhiga kirasiz. Ya'ni semizlik oqibatida kam harakatlilik, noto'g'ri ovqatlanish, pala-partish ovqatlanish, bular hammasi ushbu guruhga kiradi. Keyingisi, yuqori sistolik arterial davleniya. Ma'lumki, 50 yoshdan keyin ko'pchilik insonlarda 70-80% insonlarda yuqori qon bosimi kuzatiladi. Ming afsuski, bizlarning xalqimiz kerakli dorilarni qabul qilishmaydi. Arterial gipertoniyani, qon bosimi yuqori bo'lganda davosi faqat dori. Shuni esda tuting. Keyingisi, past zichlikdagi lipoproteinlarni miqdorini oshishi. Bu borada alohida videorolikni tayyorlayman. Bu uchun laboratoriyaga boriladi, klinikaga va analiz topshiriladi. Aytiladi, lipid inspektor menga lipoproteinlarni aniqlaydigan analizni topshirmoqchiman. Topshirasiz, natijasini shifokorga, kardiologga ko'rsatasiz. Agar sizda yuqori bo'lsa, ya'ni LPNP lipoproteini низкой плотности, past zichlikdagi lipoproteinlarning miqdori ko'p bo'lsa, bu xavf omiliga kiradi va siz xavf guruhiga kirasiz. Keyingisi chekish. Tamaki, sigareta chekish, kalyan chekish va hozir mana elektron sigaretalar deydi. Ishoning, uni ham zarari bor. Tashlash bu sizning o'zingizning qo'lingizda. Tashlamasangiz bo'lmaydi. Agar siz xavf guruhiga, yurak kasalliklariga olib keluvchi xavf guruhiga kirishni istamasangiz, tashlashga majbursiz. Va keyingisi qandli diabetning ikkinchi tipi. Ming afsuski, ushbu kasallik davosi, ya'ni o'sha dori, tabletkalar, endokrinolog ko'riniga borasiz, davolanasiz va umuman insonlar o'zini qondagi qand miqdorini
tekshirib borishlari lozim. Sizlarga maslahatim, yuqorida sanab o'tgan xavf omillarini o'zingiz uchun bir xulosa qilib oling, o'ylang. Chunki sizni sog'ligingiz faqat sizga kerak. Menimcha men bilan qo'shilsangiz kerak, agar kasal bo'lsangiz, betob bo'lsangiz, hattoki yaqinlaringizga ham kerak bo'lmay qolasiz. Achchiq haqiqat. Bu dunyoda faqat kuchlilar qoladi. Ruhan va jismonan kuchlilar. Aytadi-ku, естественный отбор deydi. Tabiiy tanlanish. Siz kuchsizlar qatoriga qo'shilmang. Hamma xavf omillarini bartaraf eting. Kuchli bo'ling, ham ruhan, ham jismonan. Yurak kasalliklarini oldini oling. Buni hammasi sizning qo'lingizda. E'tiboringiz uchun rahmat.